Hop, temir beton konstruksiya haqida gaplashamiz. Uyda qurilishi asosi metal konstruksiya va temir beton konstruksiya. Temir beton konstruksiyada beton yuk ko'tarishga, armatura cho'ziluvchanlikka ishlaydi. Yana bitta narsa, ikkalasini regel kolonna, monolit betonlarni qo'yganda vibrator ham juda katta ahamiyatga ega narsa. Vibratorsiz quyilgan beton zich bo'lmaydi. Bu obyekt ham ruchnoy beton qo'yilgan. Vibrator ishlatilgan, zavoddan kelmagan beton, qo'shni tayyorlangan, qo'lda tayyorlangan. Vibratsiya qilingan betonga. Vibratsiyasiz beton yumshoq bo'ladi. Yuk ko'taruvchilik darajasi ham pastroq bo'ladi. Shuning uchun qurilishda temir beton konstruksiyada arma karkaslarni to'g'ri tanlash kerak. Konstruktiv yechim to'g'ri tanlab, beton markasini to'g'ri tanlab, vibratsiyaga ahamiyat qaratish kerak. O'shanda to'liq temir beton konstruksiya ishlaydigan bo'ladi. Agar metal karkas noto'g'ri tanlanib, chetidagi защитный sloylari yaxshi qoldirilmasdan taqalib qoladigan bo'lsa, betonga armaturalar защитный sloy kam bo'lib qolsa, temir beton konstruksiya ishlamaydi. Vibrator ham xuddi shunaqa. Vibratsiya bo'lmasa betonda yuk ko'taruvchanlik darajasi pastroq bo'ladi.